Assalomu alaykum hammaga. Akamiz ketdilar. Sochlarni oldik. Yanada yoshartiramiz. O'zingizga baho berib qo'yasizlar. Okay, tayyormisiz? Tayyorman, ukam. Go. Shamol senga havas bilan intiladi qalbim. Sendan ko'zol, sendan kirgin bo'lolmaydi hech kim. Kezarsan dunyo bo'ylab, bulutlarni haydab, yetti iqlim yo'ronlab, nafasing bag'ishlab, baxtlilarga sen faqat. Mana akamizdan yoshartirdik. Qanchalik yosharli kommentariyada yozib qoldirasizlar. Qanday bo'ldi, okay? Chotki bo'ldi, ukam. Men bugun bolalar konsertiga ketayotgandim. Do'dala bo'lib qoldi ahvolim. Men chotki bolalar bo'lib oldim. Yusuf Barberga ishlariga omad, kelaverasizlar. Bemalol joyi ham yangi remontlar qilib qo'ygan chotki qilib.